Bugun yakshanba, ertalab kafega nonushta qilishga keldik. Keyin Mustafoni hayvonot bog'iga olib boramiz deb turgandik. Kutilmaganda yomg'ir tomchilab boshladi. Nima qilamiz deb o'ylab, shahardan 1 soat uzoqlikdagi yopiq bolalar maydonchasiga bordik. Ochig'i bunaqa joylar kam, shahardan uzoq, sharoiti qanaqaligini video oxirida aytaman. Nimaga Yevropada tug'ilishgan deb o'ylab ko'rganmisiz? Iqtisodiy xavf, karyera, boshqa deyishingiz mumkin, lekin asosiy sabab bog'chalar va maktablar. Boshqa joylarni bilmadim-u, lekin Myunxenda bog'chadan joy topish lotereya. Ayollar homiladorlik davridanoq bog'chalarga navbatga yoziladi. Ayrimlar 1 yil, ba'zilar 3 yilgacha kutadi. Davlat bog'chalari faqat er-xotin ikkalasi ishlasa qabul qiladi. Uyda bola bilan qolayotgan onalarga joy yo'q. Xususiy bog'chalar ham avvallari to'la bo'lardi. Hozir inqiroz sababli joylar ochilmoqda. Ko'p odamlar bog'cha pulini to'lay olmay, bolasini qaytarib olyapti. Yana bitta kamchilik, bog'chalarda tarbiyachi yetmaydi. Masalan, biz ingliz tili bog'chasiga berganmiz, lekin bog'chada ingliz tilida gapiradigan tarbiyachi yo'q. Oylik pastligi uchun kadrlar yetishmaydi. Bu yil Mustafa maktabga chiqadi. 6 oy oldin ingliz tiliga ixtisoslashgan maktab izlashni boshladik. Myunxenda bunday maktablar bor yo'g'i 7-8 ta. Joylar 1 yil oldin to'lib ketgan. Qiziq tomoni, pul to'lashga tayyormiz, lekin maktabning o'zi yo'q. Bilmadim, soliqlar kattaligigami yoki boshqa sababmi, xususiy maktablar juda ham kam. Solishtirib ko'rganimda O'zbekistonda bunday muammolar yo'qdek tuyuladi. Prosta qiziqishga Google ga qidiruv berib ko'rdim. Toshkentning o'zida 300 dan ortiq xususiy maktablar bor ekan. Deyarli hammasida ingliz tili, rus tili bor. Pul bo'lsa o'qiydi deyishingiz mumkin, lekin Toshkentda maktablar 1,5 milliondan boshlanib 5-6 milliongacha. To'g'ri, 1000-3000 dollargacha maktablar ham bor, lekin o'rta darajadagi maktablarni hisobladim. Lekin Myunxenda o'rtacha ingliz tili maktablari 1000-1,5 ming yevro. Bu yerda pul ko'p deyishingiz mumkin, lekin tushunishingiz uchun aytaman, bog'cha opalarining oyligi 900 yevro. Sotuvchilar uzog'i 1200-1300 oladi. Myunxenda bir xonali uylar arendasi 800-900 yevro, 2 xonali uylar 1200-1500 yevro. Endi o'ylab ko'ring, er-xotin 2 kishi ishlasa, oyligi soliqlar, straxovka, yeb-ichish, kvartira kabi rasxodlarga ketadi. Tabiiyki, bitta bolaning yaxshi sharoitda o'sishi, sifatli bog'cha va maktab uchun boshqa bola ko'rmaydi. Mana shu maydonchadagi bolalarning 70% chet elliklarning bolalari. Bu indoor platforma Wichtelberg, maydoni 2800 kvadrat metr, yopiq va ochiq hududlari bor. 1 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan. Batutlar asosan, qolgani hammasi avtomat o'yinchoqlar, bular pullik. Bu yerda yozgi joy ham bor, 2 qavatli, ikkinchi qavatda tug'ilgan kunlar o'tkaziladi. Bitta kamchiligi yopiq bo'lganligi uchun odamlar ko'payib ketsa, nafas olish qiyinlashib ketar ekan. Keyin chetda joylashgani uchun atrofda kafelar yo'q. Bu yerda faqat pitsa, kartoshka fri va hot-dog yeyish mumkin. Bu yer har kuni ertalab 10 dan, obeddan keyin 2 gacha ishlaydi, keyin soat 3 da ochilib, kechqurun 7 gacha ishlaydi. Narxlar har bir bolaga 15 yevro, kattalar uchun 9 yevro. Tug'ilgan kun ham o'tkazsa bo'ladi, faqat to'rt olib kelishga ruxsat beradi. Ichimlik va boshqa narsalarni kafedan olishingiz kerak. Oilaviy karta 38 yevro, har bitta bola uchun yana 10 yevrodan to'lanadi. Tug'ilgan kunni lekin bu yerda o'tkazishni maslahat qilmayman, chunki o'yinchoqlar kam, asosan batut, hamma animatsiya yoki boshqa narsalar, muzika uchun alohida ruxsat berishmaydi. Xullas, joy yomon emas, bir marta kelib ko'rsa bo'ladi. Afsuski, bolalar uchun yopiq o'yingohlar kamligi uchun biz 3-marta kelyapmiz.